Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Fusulun pi usulü tefsir degan darsimizning o'zini davom qilamiz. Bu osmo shu qavoid tarjihiyya degan qoidalarninki 14-chi qismiga kelib kelamiz. Deydi al aslu fi damiri an yauda ila aqraba mazkurin. Asl zamirda yuqorida bayon qilingan narsaning eng yaqiniga zamir eng yaqin qaytishi kerak deydi. Zamirning masalan eng yaqin bir marjai bor ekan, undan boshqa marjaim bor ekan. Yaqinni tashlab qo'yib, undan sal jiroqqa ketib qolishga bo'lmaydi deydi. Al-muradu bi hadhihi al-qoidati anna ad-damaira wa yalhaqu biha ma yunasibu qaidata ad-damiri min asma' al-isharati wa ma shabahaha إذا احتمل عودها إلى أكثر من مذكور فالأصل عود إذا احتمل عودها إلى أكثر من مذكور فالأصل عودها إلى أقرب مذكور. مقصد bu qoidalar bilan chuqum zamir va yalhaqu biha va u zamir qo'shilib kelgan narsa nima asma ishorat u bu iborat va qo'shildi u zamairga bir narsaga munosib keldi u narsa shu zamirning qoidasiga munosib kelgan narsa va qo'shildi u zamirga bir narsaga munosib kelgan narsa zamirning qoidalariga munosib kelgan narsa u narsa ismi ishoratdan va uning o'xshashlaridan mushu narsa murod deydi bu qoidalar bilan. Chuqum maqsad bu qoidalar bilan chuqum zamir qachon ehtimol kelib qolib qolsa bu zamirninki qaytishi tilga ilingan yuqorida tilga ilingan mazkurdan ko'proqqa bir qancha yerga qaytishga ehtimoli bor ekan bu zamir. Ehtimol bo'lib qolsa asli o zamirning qaytishidir eng yaqin tilga ilingan eng yaqinda bayon qilingan narsaga qaytish u eng asli shu haqqi deydi. من أمثلة رجوع الضمير لأقرب مذكور قوله تعالى عالم الغيب والشهادة الكبير المتعال سواء منكم أسر القول ومن جهر به ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله الآية. زمير qaytishninki yuqorida onu zikr qilingan marjaniki eng yaqin marjaga zamirning qaytishiniki misollarining qatoridandir. Alloh subhanahu va taoloning so'ziki alimul g'ayb va shahodatil kabirul mutaal. Alloh o'sa g'aybni biluvchi va shohid hozirim nazir ko'z oldimiz bo'lgan va shohid buni biluvchi el-kabirul mutaal eng katta eng ustun zot. Mayli barabar sizlarning ichingizdan bir kim so'zni oshkor qilish maxfiy qilsin. Savo minkum asarral qawla va man jahara bih. Sizlarning ichingizdan bir kim so'zni mayli maxfiy qilsin va yo so'zni oshkor qilsin. Va yo bir kishiki o'z kechida maxfiy olsun. Va saribun bin nahar va kunduz mang'uchi olsun. Hammani bilib to'qchi. Lahu muaqibatu min bayni yadayhi va min xalfih. Alloh taolo uchun u insonlarninki u kishining oldi keynida muaqibatlar bor, kuzatib turuvchi bor, radar. Yahfazunahu min amrillah. Saqlaydi ular uni Allohning amridan saqlaydi. Oyat. Oyatning qisqasi. Ma'nosi bu. قال ابن جرير الطبري وأولى القولين في ذلك بالصواب قول من قال الهاء في قوله له معقبات. ابن جرير الطبري dedi ki bu haqda savobga to'g'riga ikkovning eng yaxshirog'i bu haqda to'g'ri bo'lgan yana haqqa eng yaqinroq so'z demakchida bir kishining so'ziga dedi u kishi u Alloh subhanahu taoloninki lahu muaqibatun degan so'zniki قول من بركشن سوزيكي ديدو كشي الهاو في قوله له معقبات
muakibatun degan so'zdagi ha min zikri men. Da menil men ki Allah subhanahu wa ta'ala'nın ve men huve mustakbin bil leyl degan men degan muşun zikrden tatip lehu muakibatun degan so'zdagi ha min zikri men. Bu bir kishi nima İbn Jarir Tabaridagi haq qo'ygan ikki so'zning eng yaqinroq haqqa bir kishini so'ziga dedi u kishi ha Alloh subhanahu va taoloning lahu muaqibatun degan so'zdagi ha menning zikrdin ki u men naditi Allah subhanahu va taoloning yana va men huwa mustaqbin bil leyli deki mendin nimaroq avlaroq degan so'zi deydi. Ve çokum ve annel muakibat min beyne yedeyhi ve min halfihi ve hakikaten muakibat küstüptüğçi insanların aldıken deyin gep kim bu muakibat o insanın hurras har soğalla ve onun için har soğalla ve cela veznuhu dep duramda ona da. Kandak ki dedi onu kema kal zelk men zekerna kavle. Kandak dedi onu biz onun sözünü bunu burun tılgan kişi dedi. وإنما قلنا ذلك أولى القولين بالصواب لأن قوله له معقبات أقرب إلى قوله ومن هو مستخف بالليل منه إلى عالم الغيب. Çokun dedik biz onu aş olsa hakka savapka oğan şık kavlininki en afdal en avlasmış şudur. Çünkü Allah subhanahu teala'nın lahum muakibatun gen sözü yakaraktur. O Allah subhanahu teala'nın çoğu. Ve men huve mustahbin billeyl diyen sözge bu yakarak. O Allah subhanahu teala'nın alimul gaybi diyen sözü karganda enenden ve men huve mustahbin billeyl diyen sözü bu yakarak. O ecden bu ve men huve mustahbin billeyl u yaqin bo'lganlikni jahdidan nimaga Allohum muaqibat degan bu oyat yaqin bo'lganlikni jahdidan avladur min an takuna min zikri. Shuningki bo'lg'ay bu alimul g'aybi Allohum muaqibatninki buning zikrdan bo'lish uning qaraganda bu avlaroqdir. Lahum muaqibatunning o'zi alimul g'ayb qaraganda ularninki qaytish o'rni va man huwa mustaqbin billayligi deganda mushun qaytishi eng haqiqiy qaroq deydi. Alimul g'ayb deganga qaraganda. Ve min emsilati ismil işareti kavlu taala inna haza la fis suhufil ula. Am ayet deganda ويلحق بها ما يناسب قاعدة الضمير من أسماء الإشارة وما شابه هذا. Zemir kaydesi münasip kılgan ve o neslimizin tezisi mesela ve yelhaku biha ma yunasibu kaydeta zemir zemirden kaydırga münasip kılgan nerse dep o neslimizin ismi işaretin dep. Ama ya da şu ismi işaretin misalların katarındır Allah subhanahu teala'nın sözü ki inna haza la fis suhufil ula suhufi İbrahim ve Musa degендek ذكر ابن عطية في مرجع اسم الإشارة ثلاثة أقوال وهي ابن عطية الغلبدة bu اسم إشارة إن هذا لبسوبك هذا da üst sözlü tılgaldı. Muş hazanın ki muşarin iley ne kaytıdı degen mevzuda haza ism işaret. Doğru muşarin iley ne kaytıdı degende üç xil kavl tılgaldı. O birinci Kur'an dedi. Çokum bu Kur'an mana dedi. İkinci ma'ani sureti. Surunun ma'nisi. Çünkü bu surunun ma'nileri evvelki suhuf İbrahim ve Musa bunun batı degendek bu surunun ma'ani sure degen boldu dedi. Üçüncü kaydı da bu pelahka ve isarun nasi li dünya. Pelah kaydı da ve insanların bu dünyanın çok nahiyeti efzel ve artık biliş degen bunun kaydı da depti. Üç xil kavl var dep bunu depti. Summa reccaha es-salise bi kavlihi ve haza huvel ercahu li qurbil muşari ileyh.
Anından keyin tercih kıldı kim? Bu İbn Atiye degan üçüncünü. Bu El Falah ve İsar Nesli dünya degan qaytıdı. Muştun qaytıdı degan gap naiti ercah depti. Demek zemirini özünün en yakını qaytırıldı. Uzak qaytmaydı, yakınıga demek çekin. Hem 15. kayda al aslu tavafuku damairi fil merca'i hazaran minet teşettuti. Asli zemirning çoğu mercadaki zemirning bir-birisiga moslashishi, uyg'un kelishi. Hazaran minet teşettuti. O zemirning chechilib ketishdan, olamaga qaytirib, bu zemirning bu yoqqa qaytirib, bunda chechib etishdan zemirning bir-birisiga mos chizilgan, xuddi bir o'nch chizilgandek bir jipqa bir-birisiga çoğu muvofiq kelishi. Bu asli. المراد بهذه القاعدة أن الضمائر التي يحتمل رجوعها إلى مرجع واحد ويحتمل توزيعها على أكثر من مرجع فإن الأولى رجوعها إلى مرجع واحد لأن في توزيعها على أكثر من مرجع تفكيكا للنظم. Maksat bu kayda olan çokum zemir degan ço onun qaytishi bir marja qaytish ihtimol olgan zemir. Zemir ki ihtimal keltir bu zemirning qaytishi bir marjaga ihtimoli bor degan gap dedi. Maksat bu qaydadan bo'lgan maksat shu. Zemir degan zemirning qaytishi bir marja bo'ladi degan buning ihtimoli bor degan gap deydi. Va yoki bu zemirninki bir marjadan ko'proq bir nechaga tarqatiladi degan ihtimoli bor deydi. Avlaroq o zemirning bir qanchaga tarqatilib ketgandan birliya qaytilishi yaxshiroq. Chunki o zemirning bir marjadan ko'pga tarqatib olsa, kalamning nimidan bor nudum ne? Nudum am Kur'an-ı Kerim'nin lafızları nudum değil de kalam demezsin. Kur'an koyan edep, ihtiram nürüstün nudum da patladı. Bu nudum ne? Çeçivatkalık, boştuvatkalıktan ba. Şuna bir yer kayıtkalık, bir kança yer kayıtkalıktan yakşarak deydi. ومن أمثلة هذه القاعدة قوله تعالى لا تؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة واصيلا. Allah'ın peygamberi iman keltirgeysizler. وتعزروه وتوقروه Allah'ın çok hürmet ulug bilip çoğun bilip qıgaysizlar. Allah'a ettigende ve akşam zikir tesbih etgaysizlar degandek. اختلف العلماء في مرجع الضمائر في قوله تعزروه وتوقروه. Vav çıkıp tuvakkiruhu degende. Tuazziruhu ve tuvakkiruhu deki zemirinin mercai hakkında ölümalı ıhtılap kılışıp kaldı. Ola icma kandikin. Şunu çokum zemir tusabbihuhu deki zemir Allah kaydıdı. Tusabbihu da Allah kaydıdı deyip bunun icma var. Ama Allah tasbih et kayslar degendek. Tuazziruhu ve lan tuvakkiruhu bu zemir hakkında ıhtılap kılışıp kaldı. Bazıları dedi ki zemirning marjai Resulullah'ni ulug' bilib, yordam berib, Rasulullahga hurmat qilsizlar degan mundaq degan bo'ldi debdi. Yen birlan debdi, buningki marjai Allohga debdi. Bu qoidaga binoan bo'ladi ar-rajih al-qawl sani bo'ladi. Buningki kuchiga rakab ikkinchi qawl bo'ldiki, buningki cho zemirninki tuazziruhu va tuwaqqiruhu degan zemir Alloh qaytadi degan gap kuchiga rak deydi. Bunu Allah'ım Zemahşeri muş kaydık bana muşunu ihtiyar kıldı deydi. Ve min emsileti kavlihi ta'ala ve ma uberri'u nefsi. Yine misallarını katarındır. Yani Allah subhanahu ta'ala'nın ki ve min emsiletin kavlu ta'ala. Yani misallarını katarındır. Kavluhu ta'ala. Allah ta'ala'nın bu sözü. Ve ma uberri'u nefsi. Hem buna da işkıl yapmadı. İşkıl karışma. Ben özemni, nefsimni pak deb itiqat qilmayman. Pak yapmayman deydi. Züleyha Kutifar'ın ayali Yusuf Aleyhisselam bilen biraz yılgı töhmet o bu boğan çağda Suri Yusuf'un bayanatı qarğanda. Bunu da özemni Meleke Ahnatun'un aldı kegende turmadan çıkan çıkıştın burun. Bunu bir sotqu tatlıda Meleke Ahnatun o bütün ayarlarını yığıp kolunu kesip o bu kan ayarlarını toplap neçe vakit neçe gün turmak solap
Hakikaten zadi bu ayol günah ayollardı mı? Yoki günah Yusuf Aleyhisselam'dı mı degan nima qilish uchun sot qatgan chog'da bu yerda qanday qiladi? Bu yerda bu Yusuf Zeyha masharayda man haqiqatan bu Yusuf nayt to'g'ri iffat inson man gunoh qilman. Ma ubari'u nafsi men o'zimni hargiz men pokiz bir inson demayman. Lekin buni talab qildim rost, ammo uni men xiyonat qilmadim deb xiyonat qilmagan rost. خيانة قبقص پیغمبر Yunus Aleyhisselam xiyonat qilib qoladi uni bo'lgan xiyonat. Va ma ubari'u nafsi men o'zimni pak deb demayman dedi. Qila huwa min kalami Yusuf. Deyilibdi Yusuf Aleyhisselamning so'zi va ma ubari'u nafsi innan nafsa la amaratun bis-su. Bu Yusuf Aleyhisselatü Vesselam'ın sözünden deyilibdi. Ve qila ve tamamun li kalami imra'atil aziz. Ve deyilibdi o olsa Aziz Misri'nin Kutifar'ın ayağının gipinin tamamı bu. Bundan deyilipti. Ve haza huve savabu. Bu muşu Aziz Misri'nin Kutifar'ın ayağının sözü dingep naiti hak. Doğru şu. Ve min adilleti tercihi hazal kavli ma kalahu İbnül Kayyim. Bu kavlini tercih kıldığın delini katardım. Buğan delil nime? İbn-i Kayyum radıyallahu anh diyen söz. Rahimallah diyen söz. Qaysi as-savab annahu min tamami kalami to'g'ri gap chuqum va ma ubari'u nafsi degan gap u Aziz Misrning ayolininki kalamining tamomi. Buning shu Aziz Misrninki ayoliniki anarawat va nafsi va innahu min as-sadiqin zalik ya'lamanni la makhluun bil g'ayb va anna Allah la yahdil kaydal kha'inin va ma ubari'u nafsi ayat bana. Mush ayolninki qan gap so'zninki tamomdan qatardan deb İbn Kayyum rahimallah degan so'zning jahdidan qanday qilindi desa, mushu qavlni tarjih qilindi. Bu tarjihning dalili mush İbn Kayyumning so'zi shu. Qaysi bu gap Zayxaning so'zining davomi degan so'z. Mush dalil mush shu deydi. Chuqum zamirlarning hammasi bir narsaqda. Zamirlarning hammasi bir tiziqda keldi, bir jipda kelgandek. Aç şu uqturdu nima ay nasaq shu so'zniki Zlayxaning so'zi ekanligini uqtirdi. U o'simi o bir narsa qaysi ayollarning so'zi masalan. Ma'limna alayhi min su bilmadik biz o yuz to'g'rida hech qanday bir gunoh, o bir ayb, nuqson, o bu binasini bir yomonlik binasi ko'rmadik, bilmadik deb boshqa qo'li kisvaga ayollarning guvosi. Mana bu mu buning bu yani birga va qavlu imratil aziz va Aziz Misrning ayoli Kutifarning ayoli Zayxaning so'zi qaysi ana ravattu an nafsi men u yusning nafsini talab qilganim rost va innahu la min as-sadiqin amma chuqum u yus rostchil insonlarning qatoridan ekan faqat u binasiga havo emas u birilganlarning qatoridan emaskan rasullarning qatoridan ekan deganligi fazi xamsu zamair beyne barizin ve mustatir. Bu bes zemir dedim. Alimna aleyhi min su ana ravattu an nefsi ve innehu lem nasıl kalpaksak zemir var. Zemir barizden mustatir arlıkta. Zemir bariz, zemir mustatir arlıkta bes zemir varken. Sümmet tasala biha. Anındaki ulup geldi bununla ağaçına nimen süze. Sümmet tasala biha. Kavluhu zâlike liya'leme enni lemâkhulu bil gayb. O Allah subhanahu wa ta'ala'nın tevenki bu siz ulup geldi deydi. Şunda huluş liya'leme enni lemâkhulu bil gayb. Çokum men o eliki xıyanat kılmadım ben. O kutiparga yok çağda. Men o kutipar xıyanat kıldım yok. Zalike liya'leme. Degen bu siz bunun için bu zemirga bu ayet Allah subhanahu wa ta'ala'nın bu kavli ulup geldi. Faza huvel mezkuru evvelen bi'ayni. Bu olsa evvelde öz petmine tılgılıqlık. Fala şeye yapsıl kelame min nudumi. Bir nas yok ki onun ilkin uzundan çoğu ayırmadığın bir nas yok. Ve yüzmeru pi kavlun la delile pi aleyh. Ve onun çoğu delilum gıyada bir nimkınlıgan bir zemiri keltirilgan manda kısmı yok deydi. Demek hemisi bunun da nime degende kavlur racih muşşo deydi. Zemirinin qaytışı.
Zamirni demak bir yerga mundaq maskaga yerga qaytirish zamirni chechib etishsin bu nihoyatda yaxshi yoki bu asl demakchi deydi. 16-ncısı en ahiri hem de kavayet tercihinin 16-ncısı el aslı adamut takdiri ve la yulca'u ileyhi illa bi hüccetin yecibu rucu ileyha tusbitu hazel mahzub. Asli bu takdir gibi yok. Asli mana takdir ma o ma mahzub bu degan gapni demaslik. Bu asli. Adamı takdir asli. Muş berga e'timad qilish. Va uning uchun e'timad panolanmaydi. Panolanmaydi o takdir degan gapga. Lekin lam ashdan qaytishga vojib bo'lgan hujjatlar bo'lib qolsa, taqdirga panolansa buning taqdiri mavut hozir bunda homlan desak mayli. Bo'lmaydi. Asli buni bir narsa taqdir qilmaslik. Ki isbotlaydi shu nima hujjat mush mahzubni isbotlagan hujjat bo'lib qolib qolsa, u vaqtda uning panolini bo'lmasa, bekardan bekar bo'shdan bo'sh bir narsani taqdir qilishga bo'lmaydi. Taqdir qilmaslik asli deydi. Taqdir qilish onu aytib oxirgi bir malja o par'i. Al muradu bi hazil qoidati annal xitoba cho'qim maqsad. Bu qoida bilan bo'lgan maqsad qachonki izakan yufhamu min g'ayri hajatin ila taqdirin muqaddarin fala ma'na li hadha taqdir. Maqsad bu qoida bilan cho'qim xitob qachon bu xitobning bir taqdir qilingan bir taqdirga hojat tushmasin huquq bo'lsa u vaqtda bu taqdir qilishning hech qanday ma'nosi bo'lmagan bo'ladi, hech qanday rol qolmagan bo'ladi, qimmat bo'lmagan bo'ladi. Va min amsilati hazil qoidati qawlu ta'ala innama jazaa'u allazina yuharibuna Alloh va rasulahu va yasawna fil ardi fasada ay yuqtalu ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqta aydihim va arjuluhum min khilafin aw yuntaw min al ard. Bu qoida misollarining qatorindir. Alloh subhanahu va taoloning so'ziki cho'qim Allohning rasulininki Allah rasul qarshi chiqqanlar bularning jazosi va ziminda buzuqchilik qilganlar bularning jazosi ularni o'ldirish yoki darg'a silish yo uni putqulni chapirsiga kesib tashlash yoki zimindan polib etish deb jazosi bu deb. Lil ulama fazla ahkami qavlan. Ulamalar uchun bu hukmlarda ikki xil ko'z qarash. Al avvalu anna al imama mukhayyarun baynaha fayaf'alu bil muharibi ahad hazil uqubat. İmam mushu beshning birini qilishda ixtiyor berilgan. O'ldirish, darg'asish, putqulni chapirsiga kesish yoki to'tma zamindan polib etish, yurtdan uzoqlashtirish to'rt ixtiyor berilgan imom, qodi, jutchonlari qaysi shu musulmonlarning, ommaviy musulmonlarning foydasiga uyg'un bo'lishini tanlab qiladi deydi. Yafalu bil muharibi ahad hazil uqbat. Qavlida bu imom bu muharibqa Allah'ın Resulü'nün karşılaşkan bu bedvahqa şu tut cezasının birini birdu deydi. Es-sani enne hunake mudmaran mukaddaran ve hiye ala tafsili fe in qatala qutil ve in qatala ve akhaza el mala qutila ve sulib ve in akhaza el mala ve lem yuqta ve lem yaqtul tuqta'u eydihim ve arjuluhum min khilafin ve in akhafu sabila fakat yuntav minel ard. İkincisi bir yerde bakın takdiratla vardı. Zimir takdir kılın. O sumukayın dağıtırsa o tepsili baytı ve hiye ala tepsil. Tepsil üstte bu deydi. Eğer kandak en yuktalu en yaktulu diyen çoğu mesela eğer öldüyse öldürüldü. Bu bir. Ve in katala ve ahazel mala. Öldürüp de onunla çekinmeyi melini hem bulaptı. Vaxtın öldürüldü ve onun arttırarak o mücerrid öldürülmezsin onu dağış öldürüldü dedi. O eğer melnepti, öldürmepti ve kandakının putkunu kesildi. Üçüncü ceza. Çapırsı putkunu kesildi. Bu anda öldürmepti. Fakat likilam kandak kıptı degende bir insanların yolunu tutup başkalarına terörlük kılıp başkalarını irhab kılıp korkutuptu. O vakitte ziminden palvetlindi, uzak kılındı. Bunu imam ihtiyar kıldı deydi. Ve banan hala hazil kaidati pel evvelu ercahu. Bu kaydık banan birincisi kuşugarak. Birincisi en kuşugarak deydi. Qaysi imam muşu tut cezanın birisini biridu deyiş bu taqdir qilmaslik. Çünkü asligen taqdir qilmaslik. Bu taqdirat yani bu bir ziyodat. Bu kitap yoki sunnatda bo'lgan bir nasga bir ilqi qiladigan
hacet tushib qolgan bir ziyoratga muhtoj bo'lib qolgan bir taqdir bu. Ammo mana debdi buni qarg'amani taqdir qilishimiz kerak. Qatala debdi qutilni taqdir qilishimiz kerak. Qatala debdi akhazal mal va qutila va sulb deyishimiz kerak. Deb nurg'un taqdirga muhtoj hajat tushgan bo'ladi bu deydi. Onun o'zidan taqdir qilmaylik Allohlar. Bu ixtiyorlik İmam Mahkumga birildi, qozi jutjonlarga, mahkama shariga. Mush to'rt jazoning birini tanlab bir desaklar, bu taqdir qilmasdan buna deyilik yaxshi emas bu deydi. Va min al-amsat qulu ta'ala zalikal kitab la rayba fi. Yani bunun misallarının qatarında Allah subhanahu wa ta'ala'nın aş kitap shaksiz shak bo'lgan kitob degan so'zi. قال أبو حيان وقد ركبوا وجوها الإعراب بلا إعراب bir qancha xil i'rob tarkib badi zalikal kitab la rayba fi degan so'zcho bir qancha xil tarkib borligini bir qancha xil i'rob bilan tarkib badi والذين اختاروه منها أن قوله ذلك الكتاب جملة مستقلة من مبتدأ وخبر biz undan tanlaganimiz i'robdan Allah subhanahu wa ta'ala'nın zalikal kitab degan so'zi mustaqil bir jumla, mubtada xabar degan mustaqil jumla deganlik. Biz bunu tanladik. Chunki qachon li'annahu mata amkana hamlul kalam ala g'ayri izmarin va la iftiqarin kana awla an yasluka fi al-idmar wal iftiqar. Chunki kalamning o'zini zamirini taqdir qilmasdan va u zamirga hojat tushmasdan kalamni cho g'ayri izmar, g'ayri iftiqorga hamla qilish yaxshiroqda albatta. Buningga izmar iftiqorni uning mang'uzib, buningga tizib, ma zamir mavti, ma'ning muhtoj bo'lganti, mavsiliti, buni mavsul mavti degandek, val iftiqor izmarni taqdir qilgandan, izmar taqdir iftiqor taqdir qilmaslik bilan bundan keltirganlik bu yaxshi emasmi deydi. ومن الأمثلة قوله تعالى وما أبرئ نفسي أنا مثلا قطار دوري مشتن قوغان الله سبحانه وتعالى نوسوزيكي أنا عدم التقدير أصل إكل قوغان مثلا قطار الله سبحانه وتعالى وما أبرئ نفسي كان سوزي قيل هو من قول يوسف وقيل من قول امرأة العزيز والسنة هو الصواب ويوسف عليه السلام sözüm deyilipti. Aziz Mısır'ın ayal Zeyhan'ın sözüm deyilipti. İkinci sevap ki şu Zeyhan'ın ki Kudipar'ın ayali Zeyhan'ın söz deyin gap kuşuga araqdır. ومن الأدلة المرجحة لذلك أنه متصل بكلام المرأة وهو قولها الآن حصل الحق الآن حصل الحق أنا راودته أنا راودته عن نفسي وإنه لمن الصادقين ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين وما أبرئ نفسي. Ama ikincisini tercih qilish qo'ygan misol dalilni qatorida cho'qim bu va ma ubari'u nafsi degan gap Zulaykhaning bu so'zga ulinib keldi bu so'z. Va ma ubari'u nafsi degan gap bu Zulaykhaning so'ziga ulinib keldiki u so'z olsun Zulaykhaning so'zi shuti al-ana hasal haq. Endi haqiqat oshkor bo'ldi deb. Hassa degan masalan arablarning deb qo'yganda unda jiraqdan bir to'ga ya ot uloq binasini ko'rgan bo'lsa Dəslində quluğu göründü. Ondan keyin uçusu görüldü. Ondan keyin putu görüldü. Mandaq aşkar olğan ne? Bırak bu aşkar olğanlıq emas. Əvvəl tədrici mandaq görgənlikni has-hasa deb qo'yganda. Amma hozir asta bu haqiqat yo'g'inib, aşkarıb chiqyapti degandek. Al-ana hassaslik. Endi hozir haq aşkar oldu. Men buni endi ana ravattu nafsima Yusufning nafsini talab qilgandim. Va innahu laminas sariqin haqiqatan bu rostchil insanken bu. Bunda xuluş bunu deyişim sebep bilip koyğay ki şunu bilip koyğay çokum men o hocamga demekçide le mahun olgan şu kutifarga mening yo'ldishimga erimga men g'ayb men yo'q vaqtda men xiyonat qilmaganligimni bilsin uchun manda aytamanki men uniga mening yo'ldishimga xiyonat qilmadim. Bunu Zeyxan alabdi-da. Bunu bilish uchun ben o talep kıldım ras onun nefsine ama onunla ben igizpes bulmadım. Ve annallah la yehdi keydel hainin. Allah hakikaten bu hıyanatkarlarının ki yeni mikirni ço hergüz bir başka açıkıp kımmaydı o dep. Ve yine men bolsam mena nefsimni pak dep diyemeyme. Men bir nefse ve günahkar bir insan, aciz bir bende o bu diye ne tepti de bu.
ومن جعله من قوله فإنه يحتاج إلى إدمار قول لا دليل عليه في اللفظ بوجه ما. Bir kimiki kıldı o kişi, kanna bir müfessir ki kıldı müfessir, muş ve ma uberi'u nefsi degan sözün üzerine o Yusuf Aleyhisselam'ın sözleyen dep kıga adam, çokum bu adam muhtaç oldu bir kavlini zemir keltirishga, ma gap mahzubken, ma taqdiri mandaqken zemir keltirishimiz lazım deb, shu adamni taqdiri bo'lgan aslidan chiqib taqdir qilishga, izmor qilishga hojat tushib qolib qoladi. Muhtoj bo'ladi ila izmari qavlin, bir qavlni muzmarkal zimir qilishga, maxfiy qilishga, yo'q delil o zimir qilishga, shu maxfiy zimir keltirishga delil bo'lmagan yerda bir qavlni zimir qilishga hojat tushib qolib qoladi. Bir labzda bir hech qanday delil yo'q uning zamirining bor ekanligi. Bir suratda, bir vajida zimir bo'lmagan yerning o'zida bu zimir yo'q yerning o'zigacha bir zimirdan birini keltirishga hojat tushib qolib qoladi. Kim? Bu ma ubari nafsi degan so'zni agar Zulayxoning so'zi emas, bu Yusuf alayhissalomning so'zi deb qilgan odam buni mayda bir zimirni keltirishga, zimirni taqdir qilishga muhtoj bo'lib qoladi. Val qawlu fi misli haza la yuhzabu. Va qawl buning o'xshicha hazb qilinmaydi. لئلا يوقع في اللبس فإن غايته أن يحتمل الأمرين فالكلام الأول أولى به قطعا. قول bunun o'xshida, bunun o'xshash yerda qavlchu hazb qilinmaydi. Agar hazb qilinib qolsa bu yerda bu xil izmarul qawl, bu zimir hojat tushib qolgandan keyin bu hojat tushib qolganda uni hazb qilmaslik to'g'ri keladi. Agar hazb qilib qo'yib qo'ysa, la yuqa fil libs, bu bir xil irmang chirmang zar, bu gap Yusuf alayhissalom qaytamdi yoki Zulayho qaytamdi degan o'xshash iltibosni tug'dirib qo'ydi. Iltibosga tushib qolmaslik uchun agar bundoq izmarul qawl, bir qavlni taqdir qilish, izmor qilish lozim bo'lib qolgan chog'da buni o'xshitib qawl hazb qilinmaydiki, kelish lozim bo'ladi. Agar uni hazb qilib olsakchi, mana irmang chirmang tushib qoladi. Irmang chirmang tushib qolmaslik uchun hazb qilinmaydi deydi. Chunki uning g'oyasi, bu qavlning g'oyasi payna g'oyatu an yahtamil al-amrayn. Bu va ma ubari'u nafsi degan bu oyatning buning g'oyasi bu ikki ehtimoli bor. Yusuf alayhissalom qaytish ehtimoli bor. Zulayho qaytish ehtimoli bo'lgan. Mandaq bir ehtimollik ostida bunun bu qavlnichu izmor qilish muhtoj bo'lib qoladi. Degan buni Yusuf alayhissalomning qavli degan odam izmordan qochib qutulmaydi. O izmarni endi bu yerda bir qavlni izmor qilish, zimir keltirishdan qochib qutulmaydi. Endi endi bir qavlni zimir keltirmay, buni keltirgan to'q mana hazb qilinib ketdi desa, bu mahzub iltibos tashlab qo'ydi uni. Chunki uning maqsad nimati chiqishga ehtimol bo'lgan tabiatlik bu oyatdagi oxirgi nishon bu ishkili ehtimol bo'lib qolgandi. Uni bitirib qilish uchun birinchi so'zga bundan shu ma ubari nafsininki Zulayxoning so'zi deganlik qat'an bu yerda avlaroqki Yusuf alayhissalom qaytadi deganda Zulayxo qaytadi deyish nihoyatda avlo va afzal deydi. Xo'sh, vaqt itibariyle mushundan dersimiz bugün bo'ldi. Dersimizin davamı Allah xolisa davom etadi. Ve ahiru davana alhamdulillahi robbil alamin.